Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Satuq Bo'raxonning islom dinini qanday qabul qilganligi va kengaytganligini o'qib o'tgan edik. Endi bu qitim o'qiydigan tema Musa Bo'raxon va Sulaymon Arslanxon. Satuq Bo'raxonning Baytash yani musulmoncha ismi Musa, Tunga Elik, yani musulmoncha ismi Sulaymon otliq ikki o'g'li bo'lgan. Satuq Bo'raxon olamdan o'tgandan keyin Musa Bo'raxon Qaraxonlarga qog'on bo'lgan. Musa Bo'raxon ancha uzun o'tmay olamdan o'tgan. Sulaymon Arslanxonning vaqtida, ya'ni 958-yildan 970-yillargacha islom dini Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar orasida keng va cho'nqur holda yildiz tortdi. Milodining 960-yili 7 suv va Tarim vodisida o'rinlashgan 200 ming o'ylik Uyg'ur musulmon bo'ldi. Shu yili Sulaymon Arslanxon islom dinini davlat dini qilib jakorladi. Xuddi shu mezgilda Xotan va Uyg'ur Ediqut xonligi isyon ko'tardi. Sulaymon Arslanxon Xotan buddistlarini bo'ysundirgan bo'lsa-mu, ular yana isyon ko'tardi. Tarixiy faktlarga asoslanganda Xotandagi buddist Uyg'urlar bilan bo'lgan urush milodining 975-yilidan tortib 998-yilgacha 20 yil so'zilgan. Sulaymon Arslanxon milodining 965-yili Qaraxoni qo'shinlarini olib tekin boshchiligida Ili daryosining shimolidagi Mingloq, ya'ni hozirgi G'uljiga mangdirgan. Olib tekin Mingloqdagi Uyg'urlarni mag'lub qilgandan keyin Budda ibodatxonalarini yer bilan yakson qilib o'tgan. Mana shu urush to'g'risida to'qilgan qo'shoqlar alohida ahamiyatga ega. Kema ichiga o'ltirib, Ili suyini kechdik biz. Uyg'ur tarafga yuzinib, Mingloq elini ochdik biz. Tun bilan bosdik, har tarafdan bo'ktirma qo'ydik. Atlarning ko'kolilarini kesdik, Mingloq erlarini so'ydik. Belga taqab atlarga, Uyg'urdagi tatlarga, o'g'ri yovuz itlarga xuddi qushlardek uchdik. Qaraxonlarning Xotandagi Uyg'ur buddistlarga qarshi ilib borgan urushlari to'g'risidami qo'shoqlar to'qilgan. Masalan, kelkun bo'lib aqdiq, kanitlarning ustiga chiqdiq, budxonani yiqitdiq, bud ustiga tishdiq. Bular hammasi turk tillar devonidan ilingan qo'shoqlar. Sulaymon Arslanxon milodining 970-yili olib tekinni Uyg'ur Ediqut xonligini bo'ysundirib, ularni musulmon qilishga avatgan. Olib tekin Aqsu, Kuchardan o'tib, Qara shaharni ishg'ol qilgan. Ondan keyin Uyg'ur Ediqut xonligining qishliq poytaxti Qarag'o'jaga hujum qilgan. Qonliq urushlardan keyin Uyg'ur Ediqut xonligining xaqoni Arslan Tekin mag'lub bo'lib, 5 baliqqa chekingan. Olib tekin hozirgi Turpan va uning atrofidagi joylarni egallab olgandan keyin 5 baliqqa qarab yurish qilgan. Lekin Arslan Tekin 5 baliqning janubidagi Tangritog'ining Qarag'o'jaga boradigan yo'lidagi tog' eg'iziga nurg'un qo'shin to'plab, hal qilg'uch urushga tayyorlanib turgan. Olib tekin ana shu joyda bo'lgan urushda o'lgan. Eg'ir mag'lubiyatga yo'liqqan Qaraxoni qo'shinlari taraf-tarafga tarab ketgan. Arslan Tekin Qarag'o'ja bilan Qara shaharni Qaraxonlardan tortib olgan. Rivoyatlarga qaraganda Olib Tekinning jasadi urush bo'lgan joy, ya'ni Tangritog'ining Qarag'o'jaga borgan yo'lidagi tog' eg'iziga dafna qilingan. 14-asrda Turpandagi buddist Uyg'urlar to'liq musulmon bo'lgandan keyin Olib Tekinni xotirlash yuzasidan hozirgi Turpan Ostonda Albatta nomli mozorni bino qilgan. Albatta Olib Tekinning asli ismi Abdul Fattahning o'zgarishidan kelib chiqqan. Turpandagi Uyg'urlar orasida Qarag'o'ja degan ism to'g'risida mundaq bir rivoyat hozirgacha saqlangan. Aytilishicha, Olib Tekin Uyg'ur Ediqut qog'onligining qishliq poytaxtiga hujum qilganda qarorgohini hozirgi Singim eg'iziga joylashtirgan ekan. Har kuni tong otganda Olib Tekin otga minib, shaharga hujum qilish uchun Singim eg'izidan chiqqanda, shahar sepili ustida turgan buddist Uyg'urlar "Qarag'o'ja keldi, Qarag'o'ja keldi" deb vaqirishar ekan. Mana shu Qarag'o'ja degan ism keyinga kelib shaharning va shu shahar yonidagi yezning nomi bo'lib qolgan.
Hozir Turpan Astandagi Kona shaharni Idiqut shahri va Qarag'o'ja deb atashadi. Yana Qarag'o'ja deb atilgan nihoyat cho'ng bir yezimi bor. Tarixda qadimgi joylarda hozirgi Turpan Astandagi Kona shaharni Idiqut shahri deb ataganligi to'g'risida toza aniq ma'lumot yo'q. Nima uchun buddist Uyg'urlar Olib Tekinni Qarag'o'ja degan? Rivoyatda aytilishicha, Olib Tekin Qaraxonlarning shahzodalari qatoridagi qahramon bo'lganligi uchun Qaraxonlardagi Qarani nazarga ilib, uni Qarag'o'ja deb atagan ekan. Ya'ni shu rivoyatning boshqacharoq xilimi bor. Uningda Olib Tekin arab bo'lganligi uchun chiroyi qara ekan. Shunga uni Qarag'o'ja deb atagan deyiladi. Bizningcha bu rivoyat amaliyotga uyg'un emas, chunki Olib Tekin arab bo'lmasdan, balki Eron nasliga mansub bo'lgan tojiklardan kelib chiqqan Samaniylarning avlodi edi. Biz rivoyatning boshtikisini qabul qilishimiz lozim, chunki Olib Tekinning Qarag'o'ja deb atalishi Qaraxonlardagi qara so'ziga munosabatlik bo'lsa kerak. Bu amaliyotga uyg'undek turdi. Shuni aytib o'tish kerakki, hozirgi singim eg'izida Atlash G'ujam deydigan bir joymi bor. Turpan xalqi orasida yilg'icha saqlanib qolgan rivoyatda aytilishicha, Olib Tekin tong otganda shaharga hujum qilish uchun mang'ingan chog'da shu joydan otqa minadigan. Kishilar mana shu voqeaning xotirasi uchun shu joyga Atlash G'ujam deb nom bergan ekan. 11-bob Samaniylar va Qaraxoniylar. Samaniylar podshohligi milodining 730-yillarida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tag'isi Abbosning avrisi Muhammad ibn Ali Ummaviylarga qarshi harakat boshladi. Uning tarafdorlari Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan bevosita qon qarindoshligi bo'lgan Abbosiylar taxtni egallashga to'liq haqliq degan qarashni tarqatishdi. Abbosiylar harakatiga Aba Muslim yetakchilik qildi. Uning tarafini olganlar chopsonlik bilan ko'payib ketdi. Milodining 748-yili Nasir ibn Sayyar Aba Muslimga taqobil turolmay Xurosonni tashlab qochdi. Milodining 750-yili Umayyiylar xalifaligi uzil-kesil og'dirildi. Abbosiylar Umayyiylar xonadonining a'zolarini rahimsizlarcha jazolab o'ldirdi. Abbosiylar xalifalaridan Saffah va Mansur Mahdiylarning davrida Abbosiylar xalifaligi nihoyat og'ir ahvolda qoldi. 750-yili Sharik Buxoroda, 755-yili Sunbat Tehronda, 775-yili Muqanna O'rta Osiyoda Abbosiylarga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Bu qo'zg'olonlar ichida Muqanna qo'zg'oloni 10 yil davom qildi. Abbosiylar to'xtamay davom qilgan qo'zg'olonlarning zarbasidan ojizlab ketdi. Ular bo'ysundirilgan xalqlarni idora qilganida arablardan noyib qo'yganga qaraganda yerlik xalqning yuqori tabiqasidan o'ziga sodiq bo'lganlardan noyib qo'yishning afzalligini tajribalardan tushungan edi. Abbosiylar O'rta Osiyoni idora qilishda yerlik oqsumaklarga yo'linishga qaror qildi. Boshda Xurosonlik Xolid ibn Barmoqning avlodlari Abbosiylar xalifaligi tashkil bo'lgan kundan boshlab yuqori mansablarni egallab olgan edi. Lekin Harun Rashidning vaqtida Barmoqiylarga qaqshatqich zarba berildi. Ularning o'rnini Hirotning Bo'shang degan yeridan chiqqan Tahir egalladi. Tahir Harun Rashidning o'g'illari Amin bilan Mo'min o'rtasidagi kurashda Mo'minga yordam berdi. U Mo'minning Bag'dodni va taxtni egallashida rol o'ynaganligi uchun milodining 821-yili Xurosonga noib qilib tayinlandi. Shuningdan boshlab Tahir mustaqil bo'lib oldi. Aslida Xurosonga noib bo'lganlar Mavara un-Nahriyga noiblik qiladi. Tahir ibn Husayn, Talha ibn Tahir, Abdullah ibn Tahir, Tahir ibn Abdullah qatorliq ko'rinishda Abbosiylarga bo'ysunugandek bo'lsa-mu, amaliyotda mustaqil Tahirlar davlatining hukmronlari bo'lgan edi. Tahirlar davrida noiblar sifatida Tahirlarga bo'ysungan Samaniylar bosh ko'tarishga boshladi. Saman aslida Xurosonlik tojik bo'lib, otashparast edi. U xalifa Mo'minning vaqtida musulmon bo'lgan. U Tahir tarafidan Marviga noib qilib tayinlangandan boshlab Mo'minning ko'ziga issiq ko'rinib qolgan. Tahir milodining 821-yili Samaniyning o'g'li
As'adning o'g'illaridan Nuhni Samarqandga, Ahmadni Farg'onaga, Yahyoni Toshkentga noib qilib tayinladi. Milodining 870-yili Tohirlar xonadoni yiqildi. Shuningdan keyin Samaniylar O'rta Osiyoning bir qismi, Afg'oniston va Xorasonni o'z ichiga olgan territoriyada bosh ko'tarib Samaniylar podshohligini tashkil qildi. Ular bu yangi tashkil topgan davlatga bo'yisi Samanining nomini qo'yib, uni Samaniylar podshohligi deb atadi. Abbosiylar xalifligining Mo'min, Mutassim va Vosiq, Mutawakkil, Muntasir, Musta'in, Mutir, Mutiz, Muhtadi qatorli xalifalari Tohirlarningmi, Samaniylarningmi mustaqillik harakatlariga qilcha chek qo'ya olmadi. Abbosiylar xalifaligi taxt uchun bo'lgan kurashlarda va bo'ysundirilgan xalqlarning qo'zg'olonlarining qaqshatqich zarbalarida ojizlab ketgan edi. Qaraxonlarning Samanilarga qilgan yurishlari milodining 970-yili Sulaymon Arslanxon olamdan o'tdi. Qaraxonlarga Musa Bug'roxonning o'g'li Ali Arslanxon qag'on bo'ldi. Ali Arslanxonning vaqtida, ya'ni milodining 970-yilidan 998-yilgacha Qaraxonlarning Samanilar podshohligini yo'qotish ishini asosan o'rindadi. Sulaymon Arslanxonning o'g'li Harun Bug'roxon Ali Arslanxonning o'rinbosari edi. Harun Bug'roxon Ali Arslanxonning topshirig'i bo'yicha Uyg'ur Ediqut xalqini va uningdan boshqa bo'ysunishdan bosh tortgan xalqlarning hammasini bo'ysundirdi. Shu davrda Qaraxonlar davlati ichki jihatda to'liq birlikka keldi va xotirjamlikka erishdi. Harun Bug'roxon siyosiy jihatda tadbirlik, harbiy jihatda Sotiq Bug'roxondan qilishmaydigan botir odam edi. U Qaraxonlar davlatidagi musulmonlar va g'ayri musulmonlardan nihoyatda intizomliq, jangvorligi ustun, qudratli qo'shin tashkillab, davlatning harbiy kuchini misli ko'rilmagan darajada kuchaytdi. U mana shu kuchga tayinib turib, Samaniylar podshohligini yo'qotib, uning territoriyasini Qaraxonlar davlatiga qo'shib olmoqchi bo'ldi. Harun Bug'roxondan burun Qaraxonlar bilan Samaniylar orasidagi munosabat Nasir ibn Ahmad, Ismoil ibn Ahmad, Nasir ibn Ahmad, Nuh ibn Nasir, Abdul Malik, Mansur ibn Nuh qatorliq Samani podshohlari davrida ham dushmanlik ham do'stonlik bilan o'tgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, İsmail ibn Ahmad bilan o'g'ilchoq orasida urushlar davom qilgan bo'lsa, Sotiq Bug'roxon vaqtidan boshlab Qaraxoniylar bilan Samaniylar do'stona o'tishga boshlagan. Bundaq munosabat xeyli uzun davom qilgan. Samaniylar podshohligi Nuh ibn Mansurning vaqtida nihoyatda xatarlik ahvolga duch keldi. Shu chog'da Samaniylar podshohligi hokimiyat talashish kurishi, ya'ni feodallarning to'polonlari sababidan hozirlashga boshlagan edi. Ichki to'polonni besiqtirish uchun odam kuchi va moddiy kuchlar ko'plab sarf qilingandan tashqari, moliya jihatdan nihoyatda nurg'un boylik sarf qilingan edi. Moliya qiyinchiligiga yo'liqqan Samani hukmronlari fuqarolar ustidagi xilma-xil alvon yasoqlarni og'irlashtirdi. Bunda qilish ommaning umumyuzlik noroziligini keltirib chiqardi. Yana bir tarafdan Samaniylar qo'shinining otli qismlari to'liroq turkiy xalqlardan bo'lib, bu qismlar ularga nisbatan ishonchsiz edi. Hamidan xatarligi Samaniylarning oliy darajadagi harbiy boshliqlarining hammasi degudek o'g'izlardan edi. Ular Samaniylarning harbiy kuchlarini tizginlab turardi. Samaniylarning Xorason noiblarimi o'g'izlardan edi. Harun Bug'roxon Ali Arslanxonning ko'rsatmasi bo'yicha Samaniylarning ichki jihatdagi ojizligidan foydalanib, milodining 990-yili Isfijobni Samaniylar qo'lidan tortib oldi. Samaniylar milodining 890-yili Isfijobni besib olgan edi. Harun Bug'roxon Isfijobni besib olgandan keyin Qaraxonlarning nurg'un sonliq qo'shinlarini Yatta so'ga to'pladi. U Samaniylar bilan bo'ladigan urushga puxta tayyorlik qildi. Harun Bug'roxon Samaniylarning poytaxti Buxoroga hujum qilishdan burun Samaniylarning Xorasonga qo'ygan noibi Abu Ali Simjuri, ya'ni kelib chiqishi o'g'izlardan, uning bilan billa maxfiy suhbat elib bordi.
Söhbət arqılıq tüzülgən bitimnaməyə görə, Mavara Unnahri Qaraxanlarının quluğa ötkəndən keyin, Amu daryoning janubidagi joylar Abu Ali Simjurining boshqarishiga berildigan bo'ldi. Harun Boraxan hər tərəfləmə puxta tayyorlik qilgandan keyin, miladining 992-yili Qaraxani qo'shinlariga o'zi bosh bo'lib, 7 sudin yo'lga chiqib, Samanilar podshohligiga shiddat bilan umumyuzlik hujum boshladi. Bunda xatarlik ahvolga yo'liqqan Samanilar podshohi Nuh ibn Mansur umumiy safarbarlik yurgizib, qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi. Harun Boraxan nihoyatda ko'p sonli qo'shin bilan Buxoroga qarab mangdi. Tarixiy xotirlarda Qaraxonlarning Buxoroga hujum qilgan qo'shinlarining aniq soni haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Nuh ibn Mansurning umumiy safarbarlik buyruqi ancha unum bermagan bo'lsa kerak. Uning ustiga Samani qo'shinlariga yetakchilik qilgan harbiy yo'lboshchilar to'lisi o'g'izlardan kelib chiqqan. Bo'lg'ashqa Nuh ibn Mansurni qo'llamadi. Yana shundaq ahvol ostida Harun Boraxan boshchiligidagi Qaraxani qo'shinlari ancha qarshilik uchirmayla olg'a ilgirladi. Harun Boraxan birinchi qadamda Nuh ibn Mansurning Ayonchi Tekin boshchiligidagi qo'shinlarini tarmar qildi. Ayonchi Tekinni asir oldi. Mag'lubiyat xabarini anglagan Nuh ibn Mansur nihoyatda g'ayratlik va qat'iy odam bo'lishiga qaramay tamtarab qoldi. Biz yuqorida aytgandek, uning ahvoli og'ir edi. Shundaq bo'lsa-mu Nuh ibn Mansur nihoyatda qobiliyatlik, lekin to'liq ishonchsiz bo'lgan harbiy yo'lboshchilardan biri bo'lgan Payıq Tekinni nurg'un sonli qo'shin bilan Harun Boraxonga qarshi mangdirdi. Payıq Tekin Buxoro atrofida bo'lgan urushda Samanilarga xoinlik qildi. Samani qo'shinlari mag'lub bo'ldi. Payıq Tekinning xoinligi shuningdan ma'lum bo'ldiki, u chapsalla Harun Boraxon tarafidan Tirmiz va Baliqqa noib qilib tayinlandi. Payıq Tekinning xoinlik qilishi va Buxoro atrofidagi mag'lubiyat Nuh ibn Mansurni poytaxtni tashlab ketishga majbur qildi. Harun Boraxon milodining 992-yili tantanli holda Samanilar podshohligining Buxorodagi o'rdisi Joymul Anga kirdi. Lekin Harun Boraxon Buxoroda uzun turolmadi, chunki uning kesili, ya'ni gemoroy kesili qo'zg'alib qolgan edi. Shunga u O'rta Osiyodagi go'zal shaharlarning biri bo'lgan Samarqandga berib, u yerdagi nihoyat havoliq, chiroyli, shahona bir bog'da orom oldi. U Samarqanddan uzoq turolmadi. Kesili borgan sari og'irlashganlikdan Samarqanddan chiqib Qashqarga mangdi. Harun Boraxon yo'lda ketib o'tib, ot bishi hozirgi Qirg'iziston territoriyasiga kelganda olamdan o'tdi. Jasadi Qashqarga keltirilib, hozirgi Qashqar shahrining atrofidagi 5 kiramning Qarasoqqal degan kentiga dafn qilingan edi. Hozir Qashqar xalqi Qilich Boraxon deb ataydigan mazar dal mushu Harun Boraxonning mazari bo'lib hisoblanadi. Harun Boraxon Buxoroni olgandan keyin Ali Arslanxon Qaraxonlar davlatini yaxshi boshqarish uchun Elikxon unvonida 2 bosh vali belgiladi. Uning biri Tag'ri tog'larining shimoli va Sir daryosining sharqidagi joylarni Qaraxonlarning Qashqardagi qog'oniq vakolatan boshqaradigan Elikxon edi. Buning turadigan shahri Balasag'un qilib belgilandi. Elikxonlarning yana biri Mavara Unnahrini boshqardi. Buning bosh shahri O'zkent bo'ldi. Harun Boraxonning Balasag'unga Qaraxonlarning shahzodalaridan To'xon xon birni bosh vali qilib tayinladi. Bu Shimoliy Elikxon deb ataldi. O'zkentga bosh vali qilib Ali Arslanxon o'z o'g'li Nosirni tayinladi. Bu G'arbiy Elikxon deb ataldi. Harun Boraxonning olamdan o'tishi bilan qisqa muddatlik bo'lsa-mu, Nuh ibn Mansurning ahvoli yaxshilangandek bo'ldi. Harun Boraxon Buxoroni olgandan keyin uning Abu Ali Simjuri bilan bo'lgan munosabati yomonlashga boshladi. Abu Ali Simjuri boshda Samanilarga qarshi isyon ko'tarib, Harun Boraxon tarafini olgan. Harun Boraxon Buxoroni olgandan keyin Abu Ali Simjuri Harun Boraxonga bergan va'dasidan yenib olib, u Samanilar territoriyasini Harun Boraxon bilan bo'lib olish qilishgan edi. Nuh ibn Mansur tarafiga o'tib ketdi. Nuh ibn Mansur Harun Boraxonning olamdan o'tishi va Abu Ali Simjurining yordam berishidan foydalanib, milodining 992-yili 8-oyning 12-kunida Buxoroga kirdi.
Nuh ibn Mansur Harun Bug'roxonning Buxoroga qo'ygan hokimi Azizni o'ldirdi. Aziz Nuh ibn Mansurning o'z ufkisi edi. Nuh ibn Mansur Buxoroni besib olgan bo'lsa-mu, uning ahvoli yaxshilanishga qarab maqmidi. Chunki Nuh ibn Mansur burun o'ziga yaqin bo'lgan kishilar ichidan ishonchlik va qobiliyatli bo'lganlardan birini topolmadi. Abu Ali Simjuriga amdi ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Nuh ibn Mansur milodining 977-yili o'zini ruxsatsizda G'aznaning hokimi bo'lib olgan Sabuq Tekindan yordam olishga majbur bo'ldi. Shu chaqda Sabuq Tekin G'azna va Hirot viloyatlarida mustaqil davlat qurib, Samaniyalarga qarshi turgan edi. Uning ustiga Sabuq Tekin Issiq ko'lning bo'yidagi Borisxon shahrida tug'ilgan bo'lib, kelib chiqishi qorliqlardan edi. U milodining 960-yili musulmon bo'lgan. Kelib chiqishi o'g'izlardan bo'lgan Olib Tekin Somalilarning G'azniga hukmronlik qilgan valisining tarbiyasida o'sgan va Olib Tekinga kuy o'g'il bo'lgan edi. Sabuq Tekinning Somanilarning podshohi Nuh ibn Mansurga sadoqatlik bilan muomala qilishi notayin edi. Keyingi tarixiy voqealarmi shuni isbotladi. Nuh ibn Mansurning Somanilar podshohligini halok bo'lishdan saqlab qilishi mumkin emas edi. Uning ichki ahvolining o'ngsizliklaridan boshqa, hammadan yomoni tashqi ahvolning nihoyatda xatarlik ekanligi edi. Ali Arslanxonning topshirig'ini olgan G'arbiy ilikxoni Nasir ibn Ali milodining 996-yilidan boshlab Somanilar podshohligini yo'qitib, uning territoriyasini to'liq besib olish maqsadida jiddiy tayyorlik boshladi. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mushagichi bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xush, Allohga omonat.